eri dunyodan vafot etib qolib yolg'iz qolsa, farzandlari uchun oila qurmasdan Allohni tanitib, Alloh yo'lida tarbiya berib, uylab, joylab qo'ygan ayol jannat huri bo'ladi deganlar. Siz qayerdan olib gapiryapsiz? Hammasi unutasiz deb. Ajrashib ketganlarda hammasi unutasiz emas, besh qo'l baravar emas. Allohdan hayo qilib, uyida ibodatini qilib o'tirgan ayollar bor. Sal gapirganda o'ylab gapirish kerak. Assalomu alaykum. Bir videoni kecha menga tashlashdi. Men Yulduz Usmonovani juda ham yaxshi ko'rardim. Juda qo'shiqlarini hurmat qilardim. Chunki vaqtida ular ham yolg'iz ona bo'lib, qizlarni katta qilganlar, qiyinchilik ko'rganlar, yolg'iz onalar tushunadilar deb o'ylagan ekanman. Afsuski xato qildim. Mana bugungi mehrim 0 daraja bo'ldi. Juda ham 0 daraja. Men o'zim masalan oilaliman, lekin ajrashgan ayollarni hech qachon yomonlamayman. Ular uchun eng qiyin narsa ajrashgan ayolga u mat geroina bo'ladi. Nimaga erkaklar ajrashib farzandni o'zi katta qilmaydi-yu, nimaga ayollar o'zi katta qilyapti farzandini? Nimaga yana ayollar tualetning unitaziga siz ularni o'xshatasiz? Siz nabarot padeshga berib ayollar yonini olishingiz kerak emasmidi? O'xshatmabsiz, lekin u dunyoda barcha ajrashgan ayollar hal so'rab oladi sizdan. Ishonavering, ko'p ayollarni qalbiga ozor berdingiz. Juda ham. Men shu direktimga kirib yozgan ayollar yig'lab yozgan. Yaxshi ish qilmadingiz. Ajrashgan ayollarni zo'ri bor. Zo'ri bo'lmasa ham ba'zilar majburligidan-da shu bolalarni boqishga majbur bo'ladi-da. Nima qilsin? Eting, biz ayollarni rasvosini chiqarishga haqqimiz yo'q. O'zim aytadi-yu, o'zingniki bolta o'rar o'zingniki. Chet elda ayollar bunday qilishadi. Lekin bizda botqoqqa tiqib tashlaymiz. Siz ayollarni tualetning untasiga o'xshashga gapirish umuman haqqingiz yo'q. Umuman. Ishonavering, juda ham ko'p xalqni negativga qolgan inson bo'ldingiz hozir. Men oilaliman, lekin ajrashgan ayollarni yomonlashga hech kimga yo'l qo'ymayman. Vaqti biz ham ajrashgan bo'lib, juda ham qiynalganmiz. Mana Assalomu alaykum.